Tavadov Suryan Aleksandrovich Surik Andijanskiy 1976-yil 14-iyunda O'zbekistonda Andijon shahrida tug'ilgan. Millati arman. U asosan arman, rus va yahudiy bolalar o'qiydigan 43-umumiy ta'lim maktabida o'qigan. Suryan Tavadov hayotidagi burilish nuqtalari. 1996-yilning 2-mayida Suryan 14 yoshga to'lganda uning tug'ilgan shahri Andijonda yahudiy-arman pogromi boshlandi. Bu vaqtda futbol muxlislari va o'zbek millatchilari asosan yahudiylar va armanlar yashaydigan mahallalarga hujum qilishdi. Oqibatda 13 ta uy yonib ketdi. 50 dan ortiq odam tan jarohat oldi. Ommaviy tartibsizliklar va tazyiqlar boshlandi. Etnik murosasizlik uni O'zbekiston SSR hududidan chiqib ketishni talab qilib, pochta orqali tahdid qilish, hayotni saqlab qolish uchun pul undirish yosh Tavadovda o'z izlarini qoldirib, uning taqdiri va xarakterida burilish nuqtasi bo'ldi. Aksariyat andijonlik armanlar singari bu voqealardan keyin Suryanning oilasi Andijonni o'sha yili tark etib, Novorossiyskga joylashdi. 1991-yilda SSSR parchalanganidan so'ng Suryanning otasi Aleksandr Tavadov xususiy tadbirkor bo'ldi. 90-yillardagi ko'pchilik singari u jinoiy dunyo bilan aloqalarini ochiq ko'rsatmasdan soyada ishlaydi. 1994-yil Aleksandr Tavadov o'ldirilgandan keyin uning 18 yoshli o'g'li Suryan Tavadovga katta kapitalni to'plash imkoniyati o'tgan. Fojia uning uchun ham baxtli, ham baxtsiz hodisaga aylanganga o'xshaydi. Surik Andijanskiyning jinoiy karyerasi. Suryan Tavadov o'g'irlik faoliyatini 1992-yilda Novorossiyskda boshlagan. Bu Vorzakollar doirasida Ded Hasan nomi bilan tanilgan Aslan Usayan nazoratidagi hududlardan birida bo'lgan. Suratda ko'rishingiz mumkin chapda Xusik Usayan, o'ngda Surik Andijanskiy, Novorossiyskda 1992-yil. 1994-yilda uning voyaga yetgani va otasining pullari Moskvaga ko'chib o'tish va vorzakollik faoliyatini to'liq amalga oshirish uchun imkoniyat berdi. Shu paytdan boshlab yashash uchun yetarli mablag'ga ega bo'lgan Suryan kichik ishlar bilan shug'ullanmay boshladi. Uning noqonuniy daromadi millionlarni tashkil etardi. Bu esa Tavadovga jinoiy dunyoda mustahkam obro'-e'tibor berardi. 2004-yilda Surik Andijanskiy Aslan Usayan bilan ochiqchasiga omma oldida paydo bo'la boshladi. Bu esa o'g'rilar orasida obro'ga erishishga sababchi bo'ldi. Lujnikidagi navbatdagi uchrashuvda turli kanallar vakillari davrasida Aslan Usayan Shakro Maladoy bilan birgalikda Surik Andijanskiyga toj kiydirishdi. Ko'plab vorzakollar bunga qarshi bo'lsalarda, Ded Hasanning o'ziga e'tiroz bildirishga jur'at eta olishmadi. 2005-yilda Suryanning o'g'li Arkadiy tug'ildi. Keyinchalik u Moskvadagi 1575-sonli nufuzli litseylardan biriga, shuningdek Ramzan Qodirov asos solgan Ahmad jangovar sport maktabiga o'qishga boradi. Qayd etish joizki, Surik Andijanskiy Belgiyadagi olmos biznesi tufayli chechenlar bilan birga o'ziga xos munosabatlar o'rnatgan. Shunday qilib 2010-yildan 2012-yilgacha Antverpen shahrida Hindistonning olmosni qayta ishlash kompaniyalarini bir qator shov-shuvli talon-toroj qilish sodir bo'ldi. Kompaniya direktorlari garovga olinib, saqlash joylaridan 10 millionlab dollarlik olmoslarni o'g'irlashga majbur qilishdi. Bu esa Suryan uchun halokatli rol o'ynaydigan olmos biznesi edi. Suratda Tavadov Suryan Aleksandrovich va uning o'g'li Tavadov Arkadiy Suryanovich. 2000-yillarning boshidan beri Ded Hasan va Shakro Maladoy o'g'rilar to'dasidan pullarni yuvish uchun foydalanib keladigan Oltin saroy shov-shuvli banket majmuasi, Moskva 2022. Surik Andijanskiy Vorzakon sifatidagi muvaffaqiyatli karyerasi tufayli o'zini dabdabali hayot tarzi bilan ta'minlamoqda. U xotini, 3 farzandi va onasi bilan birga yashaydi. Rasmiy ravishda u shaxsiy haydovchi va xavfsizlikka ega bo'lgan holda maslahatchi bo'lib ishlaydi. Undan tashqari Aslan Usayan bilan ham biznes qiladi. Suratda Suryan Tavadov, Artem Temurov
Aslan Usayan va Kamol Safaryan. Moskva 2006-yil. Davadov har doim klan urushlarida qatnashmaslikka harakat qilgan. Shunday qilib 2007-yilda u Dedxasan va Tariel Anyani Taro o'rtasidagi qarama-qarshilikdan uzoqlashadi va har ikki tomon bilan do'stona munosabatlarni saqlab qoladi. 2013-yilning 16-yanvarida Surikning hamkori, homiysi Aslan Usayan otib o'ldiriladi. Bu nafaqat jinoyat olamni, balki butun dunyoni jamoatchiligini larzaga keltiradi. Dedxasan himoyasidan mahrum bo'lgan Surik Andijanskiyning toj kiygan paytida norozi bo'lgan klanlar darhol bosh ko'tarishadi. Birinchi navbatda Shakro Maladoyning e'tiborini tortadi. 2015-yilning avgust oyida Surik birinchi marta Moskva jinoyat qidiruv departamenti xodimlari tomonidan narkotik moddalar saqlaganlikda ayblanib hibsga olinadi. Darhaqiqat, u yanada og'ir jinoyatlar, qurol va giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishida ishtirok etish, shuningdek qotillikda gumon qilinmoqda. So'nggi vaqtlarda Suren Davadov o'zining o'g'ri maqomini reklama qilmadi. U o'g'rilar harakatlarida deyarli qatnashmadi, yig'ilishlar va lager hayotini e'tiborsiz qoldirdi. Shuning uchun u uy qamog'iga o'tkazildi. Vorzakollar orasida Davadov ishi jiddiy shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Chunki Suren Rossiya jinoiy dunyosi tarixida eng katta miqdorda geroin olib, uy qamog'iga ozod qilingan birinchi shaxsdir. Bundan tashqari, ushbu voqea uchun u ayblanuvchining Moskvadagi bolalar uylaridan biriga homiylik qilgan xayriya faoliyati tufayli atigi 4 yil shartli qamoq jazosiga hukm qilindi. 2017-yildan 2018-yilgacha Surik Andijanskiy yana bir necha bor hibsga olingan, ammo bu safar profilaktika maqsadida.